Elvida yigit, xalqing əmdi tənha emas. Abdori Səhər. Qo'shimcha mavzu. Bu kecha siz tənha emas, qaranlıq kechalarning sabr programmasi edi. İnqilab shahri, kulki chaqchaq shahri, olma, tosh olma shahri, qalbimdagi g'urur, vijdon daryosi, qahramon daryo, ili daryosining shahri. Shehidlar shahri, mardonlar shahri, shundoqla Peqir saharning shahri, G'o'lji shahridan dаңlıq radio riyosatchisi Xalmurat Manapning o'ldirilganligi haqidagi xabarning uchib kelishi bilan amdil so'zilgan langman piltisini ilishga boshlagan qo'llarim titrab ketdi. Ko'nglim tuygan, Xitoy oxiri saq qo'ymabdi-da, dedim langman piltisini ustalga qattiq urib, ondan qaynayotgan qozonga ochiq bilan tashlab ilashtirib degandek. Bu kecha siz tanho emas, G'o'lji shaharlik radio stansiyasi yo'l qo'ygan bir kechilik naq maydon programmasining ismi edi. Bu programma undaq oddiy programma emas, riyosatchi yigitmi undaq oddiy bir riyosatchi emas edi. Xitoy har qancha kuchli bo'lgan bilanmi, ikki ruhning pichirlashini to'sib qola olmagan edi. Bu kecha siz tanho emas, G'o'lji xalq ruhi bilan riyosatchi ruhining pichirlashining mahsuli edi. 1997 yılı G'o'ljida 5 fevral G'o'lji inqilobi yuz bergandan keyin Xitoy hukumati G'o'lji shahri, ili viloyati va il oblastga qarashliq radio televiziya ishlarida ancha-muncha ilgirlash va tangshash ilib borgan edi. Sababi 5 fevral G'o'lji inqilobining oldi keynida tashviqot xizmatlari ojiz bo'lib qolgan edi ularning nazarida. Şuna hükümet G'o'lji shaharlik konsul mehmonxonasi bilan G'o'lji shaharlik siyosiy kengashining udiliga, ya'ni G'o'lji shahrining markaziy kindigiga joylashgan il viloyatlik radio stansiyasining qo'rosi ichida yana bir G'o'lji shahriga qaraydigan simliq radio stansiyasi ta'sis qilgan edi. Riyosatchilikka Xalmurat Manap tanlandi va programmaning ismi Bu kecha siz tanho emas deb qo'yildi. Bu dal 5 fevral G'o'lji inqilobi mezgildagi qora tutqun va tintishlar avj olgan, o'lim jazosi, muddatlik jazolar va so'roq qilamiz degan banolar bilan saqchiga ekitib bir qancha kun o'tmay jasadi tashlab berilgan. Izdiraksiz yo'qolgan, turmadan sarang bo'lib chiqqan farzandlarining ahu hasratida yuraklari, jonlari yaralangan, ota-onalar nima qilarini bilmay tipirlab yurgan, çarsızlık için ingravatkan bir mezgilge to'g'ri kelgan edi. Kecha soat 11'da başlanadigan bu kecha siz tanho emas programmasi xuddi dim ko'mtirilib qo'yilgan qozondek dunyoga taqoqqi G'o'lji shahridagi farzandlari sabablik yuragi yara dardman onalarni, mo'ysbitadlarni intayin qisqa vaqt ichida xuddi magnitdek o'ziga asir qilib olgan edi. Chunki bu hozidarlar uchun taskin va tasalli, ümidsizlanganlar uchun umid programmasi edi. Bu kecha siz tanho emas, G'o'lji shahrida xuddi bir qozon suiqashining ichiga bir qo'shiq tuz tashlanishi bilan oshq tamkirgandek yoki xatar ichida tashqinlab qaynayotgan bir qozon suvga bir chin so'g'oq suv quyish bilan suv tamkinlashgan, tarbiyalangan bir holga kelgandek vaziyat paydo qilgan edi. Saharda qo'ri supurgil chiqqan qiz cho'kan kelinchaklar, süt alg'il chiqqan onalar, bozorga mangan juvonlar. Bu kecha siz tanho emasni angladingmi deb 1 minut pichirlashatdi quloqlarga. Il viloyatlik radio stansiyasida muxbirlik qilayotgan chog'larim edi. 1998 yil 12 oyda bo'lsa kerak. Doirlar il viloyatida bir Uyg'urcha televiziya kanali bo'lishi kerak deb qarab, aslida Xitoycha tarqitish beradigan il televiziya stansiyasida bir Uyg'urcha kanal ta'sis qilib, meni mush kanalga yutkidi. Dastlab Xitoycha xabarlarni Uyg'urchaga tarjima qilgan tarjimon bo'lib ishildim. Ondan Abral eteklarda nomli maxsus programmaning ishliguvchisi bo'lib ishlab yurgan kunlarning birida bu kecha siz tanho emas programmasini anglab qoldim. Programmani anglab hayajonda kecha uxlay olmadim. Meni 2 nuqta uxlatmagan edi. Birinchisi programmaning muzikasi, ikkinchisi programmaning ismi edi.
Programmaning muzikasi intayin lirik bir muzika bo'lib, anglagan odamga xuddi bir qizning tun qorong'uligida egiz tog' cho'qqisida turib, nefis sharpalarini, qo'llarini pulanlatib, qutqizinglar deb yenikda ulayotgan bo'lsa-mu, ammo uning ovozining dunyolarga, tog' cho'qqisining ostidagi chiroqlar yorib turgan shaharlarga yetib borolmayotganligidek bir tuyg'u beratdi kishiga. Programmaning ismida albatta 5 fevral G'ulji inqilobidan iborat zo'r qirg'inchilikqa duch kelgan G'ulji xalqining tanho emasligini, hamon bu xalqning ahvollarini tingshaydigan insonlarning va davlatlarning chiqadiganligiga bo'lgan umid va ishonch yoshiringan edi. Bu albatta oddiy odamlar qila oladigan ruh emas edi. Shundoq, men il viloyatlik televiziya stansiyasiga yetkilib ketganligim uchun Xalmurat Manap bilan asldagi bir qo'roda ishlay olmaydim. Il viloyatlik televiziya stansiyasining o'rni asldagi G'ulji cho'ng qatnash, ya'ni Dashijaning orqasidagi il viloyatlik radio televiziya idorasining binosi edi. Ertasi men tushlik dam olishdan foydalanib G'ulji shaharlik radio stansiyasiga bordim va uningga programmaga ishlatgan muzika va qo'ygan ism uchun ko'p rahmat aytadiganligimni va bu ikki narsani intayin yaxshi ko'rganligimni aytdim. Xalmurat Manap menga: "Hada, ko'p rahmat sizga. Farq etishning o'zi nihoyat qimmatlik. Nurg'un kishilar nurg'un ishlarni farq etolmaydi", dedi mamnuniyat bilan. Shu kunlar yashaganlar uchun eng og'ir kunlar edi. Hozir o kunlarni bugungi selishtirganda yaxshi kunlar ekan deyishyapmiz. O chaqlar bir qarsangiz ahmoqlik hokim bo'lgandek ko'ringan bilan hozirga qalqon bo'lgan chaqlar edi. O chaqlar e'tiqod va e'tiqodsizlik zamoni edi. Yo'ruq chaqlar va qorong'u chaqlar edi. Umid bahori edi va umidsiz qish edi. Yashash uchun hamma narsa bordek ko'rinadi va yana yashash uchun hech bir narsa yo'qdek edi oldimizda. Bugun biz o kunlarning Uyg'urlar hayotida bo'lib o'tgan kunlar ichida bir oz yaxshi kunlar ekanligini his qilmoqdamiz. Chunki o kunlarda 3 milliondan 5 milliongacha Uyg'ur jazo lageriga solingan kunlar edi. Atrofda samimiyatsizlar, xoinlar va sotqinlar, saqchilar va askarlar aylanib yurayotgan bo'lsa-mu, ammo bir-biriga ishosh qiladigan insonlar yo'qolmagan chog'lar edi. Kishilar mahalla to'qmishlarida, bozor rastlarda, ish qilib nada bo'lsin bir yerlarda kichkina to'xtab ishonch qilgan odamlarga bir narsalar deyalaydigan chog'lar edi. Shu sababdan menmu G'ulji shaharlik radio stansiyasining qo'rosiga uni ishxonasidan chaqirib chiqib, yuqorqidek shu davrda qo'rqinchli bo'lgan so'zlarni qo'rqmay davolgan edim. Keyingi kunlarda Xalmurat Manap bu kechasiz tanho emas programmasida mening atalmish Abnum rayonida chiqadigan Buloq va Ilida chiqadigan Ili daryosi jurnalida e'lon qilingan adabiy axborotlarimni to'liq anglatib turdi. Hada sizni Ilining adabiy axborotchilik sohasida bir bo'shliqni to'ldiryotidi, deyishyotidi, yoziqchilik sohasidagi ziyolilar degan edi Xalmurat Manap chaqchaq aralash kulib turib, ishdan qaytishda yo'llarda uchrashib qolgan mezgillarimizda. Bundaq chaqlarda men ko'p ruhiy azob chekatdim ichimda. Chunki men o adabiy axborotlarni shaxsiy ishlarim va go'zallik qo'g'lishga sarf qilgan vaqtlarimning eng az bir qismini sarf qilib, ancha cho'kmay, ancha chilashmay yozdim deb qaraydim. Men Xalmurat Manap bilan eng oxirgi qitim 2003-yil 3-oyning 8-kuni G'ulji shaharlik 7-o'rta maktabning oldida uchrashib qolgan edim. Qizg'in hol-ahvol so'rashdik. Hada 8 mart ayollar bayramingiz muborak bo'lsin, dedi u menga. Ko'p rahmat ukam, dedim men uning javoban. Hada bir adabiy axborotingizda uzunga so'zilgan sukunat qanliq kurashga amaldor bo'lgan bo'ldi degan bir jumlani ishlatib ekansiz. Qalamlaringiz bek sukutga cho'mib ketdi. Nimalarga amaldor bo'lib yuryapsiz, dedi u chaqchaq qilib. Men uningga ata Turkiyaga berish uchun Urumchiga qarab yo'lga chiqadiganligimni aytdim. Atrofimga ansiz bir qarab o'tgandan keyin va yana hech kim uqmasin ha degan so'zni qo'shib qo'ydim. Shu demadimmi, bu sukunatning ichida bir narsa bor deb, dedi u riyosatchilarga xos qizg'inligi bilan. Oramizni qisqa sukunat qopladi. Ondan u: "Hada, endi kassangiz kelmaysiz-ku deyman ha. Yuragim shundoq his qilyotdi", dedi u javob berish tas bo'lgan yo'g'on savoldan birini tashlab. Menmi ustluq bilan uning savoliga: "Agar ko'nglingiz hadam qaytib keldi deb o'ylayotgan bo'lsa, qaytib kelaman. Agar qaytib kelmaydi deyotgan bo'lsa, qaytib kelmayman", deb javob berdim.
Bu bizning eng oxirgi ko'rishishimiz bo'lib qoldi. Ammo bu kecha siz tanho emasni dunyoning har yerida imkoniyat yer bergancha anglab turdim. Uning izchilligiga, uning programmasidagi ismni bir isyonkor shuarga aylantira olganligiga, shundaqla il xalqining ruhiy dunyosiga singdira olganligiga, uning programmasidagi muzikalarning sarxilligiga ichimda oprin etmay tura olmaydim. U bir yoshirin talant egisi edi. U 5 fevral G'ulji qirg'inchiligi sababidan chorsizlik ichida ingirgan G'ulji xalqining oxiri bir kun tanho qolmaydiganligidan iborat bu isyonkorlik ruhni, bu shuarni, bu signalni bu kecha siz tanho emas degan markaga singdirgan edi. Shundaq il xalqi, jumladan Sharq Turkiston xalqi bu qaranliq kechada qabohatli kunlarda tanho qolmadi. Amerika hökuməti Uyğur kişilik hüquq siyasəti qanununu elan qılıb, Şərq Türkistan xalqını qanqır qaqşatqan Xitay əməldarlarını cəzalaydıqanlığını arqa-arqadan elan qılıbatıdı. Dünya Xitayının əbdi bəşirisini tonub yetib, Uyğur xalqını tənha qoymay, çuqalına silabatıdı. Bundan 20 yıl avval 5 fevral G'ulji qirg'inchiligining tömür qəpəzlərini yerib çıxıb, bu kecha siz tanho emas deb xalqiga o'z programmasi orqali umid, ishonch, sabr va jasorat bergan Xalmurat Manap bugun bu dunyo Uyg'urlar tanho emas deb o'rnidan dast turganda aramizdan ayrilibdi. Elvado yigit, xalqing endi tanho emas.